O'zbekiston 2030 strategiyasi loyihasining ahamiyatli jihatlari nimalardan iborat? Birinchidan, barcha ko'rsatkichlar davlat rahbari tomonidan belgilab berilgan yangi marralarga moslashtirildi va to'ldirildi. Bunda yurtdoshlarimizga munosib sharoit yaratadigan, har bir inson va oila hayotida seziladigan maqsadlarga alohida e'tibor qaratildi. Ikkinchidan, barcha ko'rsatkichlar o'lchanadigan, ya'ni son shaklida foiz, ulush, daraja, hajm, nisbat, ball hamda indeks bo'lishi qat'iy belgilandi. Hisoblab yoki baholab bo'lmaydigan umumiy vazifa, topshiriq va shior ko'rinishidagi ko'rsatkichlar chiqarib tashlandi. Uchinchidan, barcha samaradorlik ko'rsatkichlarining bajarilishi 2030-yilgacha yilma-yil belgilandi. Ya'ni har bir ijobiy o'zgarishni yillar kesimida ko'rish imkoniyati yaratildi. To'rtinchidan, strategiyada har bir vazirlik va idora o'z o'rnini topdi. Xususan, loyihaga ko'ra 60 taga yaqin davlat organlariga tegishli samaradorlik ko'rsatkichi belgilandi. Beshinchidan, har bir samaradorlik ko'rsatkichiga erishilishini ta'minlaydigan moliyaviy manbalar aniq ko'rsatildi. Oltinchidan, endi soha, tarmoq va hududlarni rivojlantirish konsepsiya va strategiyalari O'zbekiston 2030 strategiyasiga muvofiq holda ishlab chiqilishi qat'iy belgilandi. Jumladan, keyingi yil 50 tadan ziyod shunday konsepsiya, soha va tarmoqlarni rivojlantirish strategiyalari hamda har bir hududni rivojlantirish strategiyalarini qabul qilish rejalashtirilgan.